Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Elektron maktab platformasida choraklik hisobotlarni ko'rib o'tamiz. Buning uchun hisobotlar fan o'qituvchilari bo'yicha o'qituvchiga bo'limini tanlaymiz. Kerakli fanni tanlaymiz. O'qituvchini tanlaymiz. Qaysi chorakni hisobotini ko'rmoqchi bo'lsak, chorakni tanlab hisobot qurishni bosamiz. Informatika fani bo'yicha 3-chorak hisoboti. Bu yerda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan ustun baho mavjud emas ustuni. Bu ustunda hammasi 0 bo'lib turishi kerak. Bo'lmasa birorta o'quvchiga baho qo'yilmay choraklik chiqarilmagan bo'ladi. Keyinchalik u choraklik bahoni qo'yish yopilib qolsa, o'zimizga muammo tug'ilishi mumkin. Endi sinf rahbarlari hisobotni qanday ko'radi? Hisobotlar bo'limidan o'zlashtirish sinflar bo'limini tanlaymiz. Kerakli sinfni tanlab chorakni tanlaymiz. Hisobot qurishni bosamiz. Bu yerda fanlar bo'yicha sinfning hisoboti chiqyapti. Mana ko'rinib turibdiki, algebra, jahon tarixi, jismon tarbiya, yana bir nechta fanlar 3-chorakka hali baho chiqarmagan. Shuning uchun reyting ballari chiqmaydi. Hammaga rahmat.